Assalomu alaykum dunyodoshlar. Hozir soat 19. 20 25 mi? 15-noyabr. 15-noyabr 2025-yil. Men sizlarga hozir kechagi men yaratgan yangilik, shuni yaratdim men, shuni sotuvga qo'ymoqchiman deganim, bu qonuniy yo'l bilan hal qilinishi bo'ladi. Sotuvga qo'yishda qonun qoidalari bor. Sovet davrida bu davlatda ixtiyorida bo'lgan odamlar bo'lgan, bunaqa yangilikni yaratuvchilar, ratsionalizator derdi rus tilida, ixtirochilardi. Yangilik yaratuvchilar davlatda ixtiyorida bo'lgan. Bu odamlarni himoya qilgan. Bu odamlar agar chet davlatga o'tib ketib, o'sha yerda shu ishni qilsa, u Interpolga ariza berib, ularni chaqirtirib olib, bu yerda qamagan. Qamoq. Hozir endi bu yerda unaqa narsa yo'q. Bu Amerika o'z tizimlarini tuzib olib, o'zlarini foydasiga hal bo'ladigan narsalar bo'lsa, xohlagan odamlarni green karta qilib, o'qilib, buqilib aldab chaqirib olyapti yoqqa. Undan keyin ayniqsa mana bu doktorlar, shifokorlar, virus ishlab chiqaradiganlar, umuman bunaqa narsalarni u yoqqa olib o'tib ketib, u yerda o'zini virus ishlatib chiqib, viruslar bilan shug'ullanishi katta jinoyatga kiradi. Uni agar shu O'zbekistondan ketgan o'zbeklar bo'lsa, Interpolga berib, bizga shuni olib beringlar. U jinoyat, u sotqinlik hisoblanadi deb chaqirib olib, bu yerda qamashi mumkin. Lekin amerikaliklar bu yegan og'iz uyaladi qilib qo'ydi. Endi ular hukmronlik qiladi dunyoga. Chunki dollari bor deb bergan. Bu yashirincha dollarini orqalaridan shunaqa yashirincha ishlarni qilishyapti hali ham. Ammo juda katta jinoyatlarni qilyapti AQShda o'zi. Hozir jinoyatlarni qilyapti. Mana endi men misol keltirib beryapman. Hozir meni qilayotgan mana yangilik yaratdim, shuni sotaman deganim, meniki qonuniy qilish uchun. Eshitib olinglar, quloq solib olinglar vatandoshlarim. Hokimiyatga men boraman. Men aytaman, mana shuni ixtiro qildim. Men shuni sotuvga qo'ymoqchiman. Hokimiyatda shunaqa bitta vakili chiqib menga guvohlik beradi yoki bo'lmasa shunga aralashib, shu narsaga imkon, u ham tushunmaydi hali bunaqa narsalarni. U hokimiyatdan chiqqan odam bunaqa narsalarni tushunmaydi hali. Shuni men ularga o'rgataman. Agar bilmayotgan bo'lsa, men davlatga nalog to'layman. Shuni hisobidan, misol uchun 10 million bo'lsa, shuni meni ishim u. U men ishlagan narsa. Uni qanchaga sotishim, qanchaga baho berishim, undan keyin davlatga qancha nalog to'lashim, u meni ishim bo'ladi. Ular senga shunchasini berasan. 10 millionga sotayotgan bo'lsang, 5 millionini bizga berasan deyishi mumkin. Yo'q, u mumkin emas. U jinoyat hisoblanadi. U zo'ravonlik hisoblanadi. Shuning uchun men 500 ming berishim mumkin, 200 ming berishim mumkin, yo 1 million berishim mumkin. Eng ko'p bo'lsa 1 million berishim mumkin. Ana unda menga haligi 9 millioni menga qoladi. Ana undan keyin bu aniginga beraman. Mana reklama qilib, telefonga nima qildim? Telefonini oldim uni, u xizmat qilyapti. Men unga berishim mumkin. Uni ichidan keyin seni xizmating, sen gaplashyapsan, sen nima qilyapsan? To'g'ridan to'g'ri gaplashish, internetga chiqib gaplashib, telefonni berib o'qilish, bo'qilish bo'lmaydi. Bu chunki u bilan to'g'ridan to'g'ri meni o'zim gaplashishim noto'g'ri. U meni vakilim bo'ladi. Telefonda gaplashayotgan odam meni vakilim bo'ladi, meni xizmatkorim bo'ladi. O'shanga ham men haq to'layman. Ana undan keyin agar bu bo'lmasa, bitta korxona ochib, shu yerga ishchilarni chaqirib, men o'sha 10 millionga sota olmaganimdan keyin chaqirib, davlatdan o'sha yosh inson
kredit oladi, davlatdan kredit oladi. Menga bermaydi albatta. Men chunki yoshim o'tgan. Ular qo'rqadi menga berishga, ertaga o'lib qolishi mumkin deb. Ana shunaqa tomonlar bor. Bu qonuniy bo'lishi kerak hamma narsa. Ana undan keyin u odam nima uchun endi meni sotib olayotgan odam hozir tushunmaydi. Nima uchun endi bu yoqqa keling, bu yoqqa kelasiz, haligi loyihani sotib olasiz degan paytda hokimiyatdagilar guvohlik beradi. Guvoh bo'ladi. Bu narsa hali hech qayerda ishlab chiqarilmagan narsa. Bu odam sotib olgandan keyin buni sotib olgan narsasini boshqa yerda, boshqa viloyatda, mana shu O'zbekistonning ichida boshqa tumandan yo boshqa viloyatdan chiqarib sotishga haqqi yo'q. Chunki u bu loyihani sotib oldi. O'zi chiqaradi xolos. Boshqa yerda agar shuni ko'rib turib, o'sha yerda yana ko'paytirib chiqarayotgan bo'lsa, bu sudiymi ish bo'ladi. Bu jinoyat bo'ladi. U haqqi bor borib, meni chiqarayotgan narsani chiqarmaysiz. Agar Tojikistonga yo Qirg'iziston yo Qozog'istonga olib o'tib qilayotgan bo'lsa, u yerda endi uni iloji yo'q. U o'sha tomonda o'zini tomonda shuni chiqarayotgan bo'lsa, u boshqa hozir shu demokratik davlatda shunaqa bo'ladi. Oldin Esir davlatda o'sha tamom bitta tochkadan chiqarildimi, o'sha yerdan hamma yoqqa tarqatilardi, boshqa yerda chiqarmasdi. O'sha Soyuz o'zi sotib olib ketib, o'sha qayerda bir Ivanovdami, Peterburgdami yo boshqa yerdami shu yerlarda listlar ko'p joy bo'lsa, shu yerda chiqarib, o'sha yerda butun esir tarqatgan boshqa tomonga. Mahsulot qayerda bo'lsa, o'sha yerga olib borgan. Hozir mahsulot tiqilyapti, hamma yerda bor mahsulot. Bemalol u ham qilib olishi mumkin. Mana shulari hammasi qonuniy bo'ladi. Sotib olgan odam hech qachon ikkilanmasdan oladi. Ikkilanmasdan sotib oladi. Chunki boshqa yerda uni qilib yuborishi mumkin, chiqarib yuborishi mumkin. Meniki kuyib qolaman degan xayolga hech qachon borish mumkin emas. U sudga murojaat qilib, falon viloyatda, O'zbekiston ichida shu yerda shuni men qilgan narsani olib borib, bu ham qilib sotyapti ekan deb ariza berishi mumkin. Bu oddiy sizlarga hozir misol keltirib beraman. Mana Yulduz Usmonova palonchi artist Sherali Jo'rayevning o'g'li palonchini ashulasini aytibdi, mumkin emas deganlar misol bo'lib turibdi o'zi. Bu havodagi bo'layotgan narsa, puf deb karnaydan puf degan narsa pul bo'layotgan narsa. Mana shularga hozir sudiymi ish bo'layapti-ku. Bu mahsulotni sotib olib, undan keyin qilish bu oson emas-da bu. Ko'ryapsizlarmi? Bir-birlarini sudga berib, shoir nima deyapti shoir? Meni she'rimni olib, bu ashula qilib aytdi, menga pul to'lash kerak deyapti. Ko'ryapsizmi? Rasa chuqurlashtirib, kavlashtirib borsa, mana u dollar, mana O'zbekistonda yurish kerak emas. Bu O'zbekistonda yurayotgan dollarda o'zi jinoyat bo'ladi. Buni ishlatayotgan odamlarda o'zi jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Mana Rossiyada Rossiya Sovet Esir paytida o'sha yashirincha qizil pullar kirdi. Bu Amerikani prestupleniyasi bo'ladi. Qizil pulni o'g'irlab turib, yashirincha olib kelib, esirga kirib, tarqatib, ma'rifni buzgani eng bu katta jinoyat bo'ladi. Mana groblarda Afg'oniston urushida tobutlarga dollarni solib olib kelib tarqatishlar eng katta jinoyat hisoblanadi bular. O'shanda shu Androplar ichki ishlar shuni boshlagan paytda ular taqiqlab marka sotishni bu yerga mumkin emas degandan keyin Andropni zaharlab o'ldiribdi. Bu Amerikaning eng katta jinoyatlari bo'ladi. U endi super державamiz biz. Biz qo'rqmaydigan yadroviy державamiz. Bombit qilib o'ldirib tashlaymiz deb qo'rqitib olib, manaqa qilgan ishlari bo'ladi bu. Hozir mana shu yerda yurgan o'sha Soros fondlari, bankda yurgan dollarlar mumkin emas. O'zini pulini ishlatish kerak. Hammani davlatlar bir-birini ishlatadigan pul tillo bo'ladi. Tilloga bichish kerak. Tilloga bichish kerak. Hozir hammasi jinoyat. Amerikaning qilayotgan jinoyati bo'ladi. Bu dollarni bu yerdan olib chiqib ketish kerak u. Falon so'm yana O'zbekistonga hozir shu bugunlar aytayaptiki, Amerikadan
O'zbekiston Sredney Aziya shuncha milliard dollar qarz deyapti. Bekorlarni 5tasini aytdi. Bunaqa mumkin emas bunaqa ish qilish. Bu yerdachi odamlarni o'zi shularga ishqiboz qilib qo'ygan, ishqiboz bo'lib qolgan, kursini chiqarib qo'ygan, kursidan foydalanayotgan odamlar bor. Bular hammasi aslida surishtirib kelsa jinoyat bo'ladi. Mana hozir Rossiyada belo o'sib, mana shularni tozalash ishini olib boryapti. Endi sekin-sekin baribir uzoqqa bormaydi bu narsa. Bu chunki u Rossiya hozir super держава, ядерный держава. Endi hukmini sekin AQShda og'zini yopib, undan keyin Angliyani og'zini yopib, mana u qilib kelib qog'ozga nimalarni tillolarni kavlab olib ketishi, uranni kavlab olib ketishi, hali iskopaемый новый degan Qozog'istonda shunaqa to'lib yotibdi, shu yerdan kavlab olishga qo'l qo'ydik degan u prezidentlarning eng katta jinoyat ishi bo'ladi. Yerni tagidan hattoki ko'mirni kavlab olish mumkin emas. Yoqib yuborish mumkin emas. Magnit maydon buziladi, yerni magnit maydoni. Shuning uchun aytayapmanki, men hozir meni kommentariyamda ham yozibdiki, shu odam asl qayerlik o'zi, kim biladi deganda bittasi yozibdiki, o'zga sayyoradan kelgan deb. To'ppa-to'g'ri aytayapti. Chunki o'zga sayyoradan mana shu yerda chiqib shug'ullanadigan odamlar bor. Bitta men emas. Qo'rqib gapira olmayotgan odamlar to'lib yotibdi. Ularda o'ldirib yuborayotganlar ham nechtasi, yo'q qilib yuborayotganlar. Hozir endi meni yoshimda mana shu yerda hozir surishtiruv ishlari ketyapti meni ustimdan. Siyosat bu. Bu eng kuchli siyosatga kiradi bu. Mana meni yangilik chiqargan yangiligimni anavsi qonun qoidasi mana shunday bo'ladi. Siz bemalol sotib olishingiz mumkin. Bu har narsani hokimiyatga kelib hal qilamiz biz. Chunki biz nalog to'laymiz shunga. Keyin ichki ishlardan sudlarga birov bera olmaydi. Sen shuncha firibgarlik qilding, shu odamga shunchani sotding. Qani sen davlatga to'ladingmi shundan? Deya olmaydigan qilish yo'llari shu bo'ladi. Mana shunday qonun qoidalari bor. Mana bu qonun qoidalarga rioya qilmayotgan insonlar juda ko'p. O'z oshimchaliklari bilan mana kadastrlarni tizimini chiqarib tashladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bank sistemasini tizimini buzib tashladi. Boshqa korxonalarda, ayniqsa ichki ishlarda ham, DXXlarda ham hali hozir bilmay qolib qilgan narsalari bular hammasi kechirimli bo'lish kerak hozir. Endi bu narsani surib davom ettiraverish kerak emas. Uni jabrida mana qancha mana korxonalarni o'zlashtirib, hokimiyatlar noto'g'ri qaror chiqargan deb, u qilgan, bu qilgan deb mana bularni qilayotgan ishlari hammasi noqonuniy bo'lyapti. Sudlar yana kadastrlarni gapiga kirib, sudlarda qarorlarni bekor qilishga o'tib oldi. Buni tizimni buzib tashlagan kim? AQSh. AQSh buzib tashladi hamma bu tizimni. Mana buni ular yig'ishtirish kerak bunaqa qonun qoidalarini o'zga davlatlarda. Buni bosqinchilik deydi, buni zo'ravonlik deydi buni. Mumkin emas AQShda bunaqa qilayotgan ishlari. Dollarini yig'ishtirish kerak tezda. O'zini vatanida surish kerak. Hozir siz mana misol keltiraymi hozir sizga? Sizga bitta samolyotga dollarni ortib olib, bitta boy samolyotga yuklab olib, dollarni yuklab olib, Amerika tushirib borib, mana shu dollaringga nimani berasan desa, qaraydiki, bu tuxta dollar. Biz olmaymiz buni deya olmaydi. Mumkin emas unaqa qilish. U dollar u Amerikada o'tmaydigan dollarlar hammasi.